Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz a'zolari. Xudo xolasa bir video qo'yishda davom etamiz. Ozgincha sabablarga ko'ra videolarimiz to'xtab qo'ygan edi. Endi bir qo'yishda davom etamiz. Xudo xolasa bugungi mashinamiz Hyundai Tucson mashinasi bo'lgan. Xo'p, bunga qilingan ishlarni aytib o'taman. Xudo xolasa akamizning bu ikkinchi mashinasi. Undan oldin Cherry 7 Pro olib kelgan edi. Toshkent shahridan kelgan akamiz. Xudo xolasa Xo'p, bunga propan uстановкаларni qilib berdik. Bilasizlar, hozir 95 benzindan ham Akitani kuchli va sifatli bo'ladi. Propan ham arzon. 12,5 mingga 95 benzin quygan qanday, 4,5 mingga 95 benzinni kuchidan ham ko'prog'ini bergan qanday? Yaxshi. Xo'p, bunga qo'yilgan zapchastlarni bir tanishtirib o'tamiz. Masico 24 ga 4, Rel italyanskiy 2 ohmlik injektor farsunkalari, reduktori Tomasetto XP reduktori bo'lgan, 250 ta ot kuchigacha bemalol yetkazib beradi. Ispaniyani qilib berishi ko'p. Hidi chiqadimi deganlar uchun hidi umuman chiqmaydi. Inshaalloh garantiyalarini berganmiz. Akamizga ishimiz yoqib qolib, uzoq yo'ldan bo'lsa ham kelib qo'ydirib ketyapti mana. Hozir gazda turibdi mana. Ko'rasizlar, ko'sa bilan chiroyli qilib uстановкасын qilib berganmiz mana. 56 ming yurgan mashina ekan. Yo'qsa benzinga o'tadi. Ko'rasizlar mana tixa o'tadi. Bilintirmaydi o'tgani ham mana. Xo'sh, endi zaprashniy qismiga keladigan bo'lsak, zaprashniyga har doimgidek bokiga uстановка qilib berganmiz. Sababi quygan odam ham bemalol quyadi. Qish kunida qiynalmaydi ham umuman. Baloniga keladigan bo'lsak, baloni 61 litrlik balon bo'lgan, Turetskiy tagiga shumkalari bilan chiroyli qilib uстановкаlarni qilib berdik. Bu mashinamiz xudo xolasa 650 gacha yuradi. Kalta kulta. Danniga keladigan bo'lsa 800 kilometrgacha yuradi. Bu Ispitaniyadan o'tgan mashina. Xudo xolasa chiroyli qilib uстановкаlarni qilib beramiz. Ishimiz sifatli, xudo xolasa. Kimga shunday chiroyli xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi nomerlarga bemalol murojaat qila olasizlar. 24 soat aloqada bo'lamiz. Ish kunlarimiz faqat juma kuni dam olish, qolgan har kuni ish. Ishon shartnomasi orqali ham muddatli to'lovga propan uстановкаlarni qo'yib bera olamiz. Aloqaga chiqsanglar, batafsil ma'lumot olasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yaxshi kunda ko'rishguncha.